Assalomu alaykum Instagram xalqi. Hozir O'zbekistonda juda ham moda bo'libdi. Qayerqadir uzoqqa ketish, Toshkentdan Makkaga, Moskvadan O'zbekistonga, men ham yo'limizni boshidan uyimizgacha ketishga qaror qildim. Peshkom oxirigacha kuzatdim. Mahallamiz boshidan uyimizgacha juda ham og'ir masofa, juda ham qo'rqinchlik. Meni kuzatib boringlar. Hozir bu yerda qo'rqinchli joylarga kirib qoldim mahallamizda. Rosa qo'rqyapman, e'tibor beringlar. Juda ham qo'rqinchli, so'mkalarim o'g'irlab ketishi mumkin. Kutinglar meni. Yo'lni boshidan uyimizgacha masofa juda ham og'ir ekan. Yo'lda palatka qurdim. Ovqatlarni sotib qo'ydim o'zim uchun. Hozir ovqatlanib uxlayman va uyimizga juda ham yaqin masofa qoldi. Yetib boramiz. Uyimizga 7 qadam masofa qoldi, lekin ammo men juda ham yo'ldan charchab o'tirishga qaror qildim. Dam olishga. Kuzatib boringlar. So'mkamni o'g'irlab ketishim mumkin yo'lda. O'zingcha meni qo'rqadi bo'lyapsan. Qo'rqadi bo'lyapsanmi? Ey, menga o'ynashma. Bir urib kallangni qotingni chiqarib qo'yaman, tushundingmi? Mazangni qochirib tashlayman. 10 sekundlik masofani men sizlar bilan qozondim. Mana nakонец-то yetib keldim uyimga. Rahmat men bilan bo'lganinglar uchun.